Assalomu alaykum. G'oyadan biringacha ko'rsatuvimiz muxlislari. Bugungi sonimiz mehmoni, ilm egasi, xalq ichida islomni, iymonni yo'lida yurgan islom qori akamiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ldik. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Aka, bu taklif qilingandan juda xursand bo'ldik endi inshaalloh. Qo'ldan kelgancha o'zimizdagi sirli bo'lgan narsalarimizni oshkor qilishga harakat qilamiz inshaalloh. Rahmat kattagon. Shu tariqa o'zimdan kelib chiqib savollarga o'tadigan bo'lsak, to'g'rirog'i suhbatimiz davomida sizga qanday murojaat qilsam, sizni xalq orasida kim deb chaqirishadi? Islom qori, islom aka, ili hoji aka deb shunga o'zingiz aytib o'tsangiz va to'g'ri murojaat qilsam sizga. Bizlarni Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain, amma ba'd. Bizni ko'pchilik tanib qolgan anaqa ism bilan shu islom qori deb taniydi. Endi kichkinalik paytimizdan boyagi Ramazonda xatm o'tib, qaysi kim o'tyapti desa, qori, islom qori deb shundan tanilib qolganmiz. Endi ko'chadagilar islom qori deydi, ota-onamiz o'g'lim deydi, ayolimiz begim deydi, farzandimiz ada deydi. Bu shunday. Unda biz uchun siz islom qori bo'lib qolaverasiz unda. Rahmat. Savollarga o'tadigan bo'lsak, birinchi savolimiz shundan iboratki, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz, masalan, sizni tanimaydigan insonlarga to'liq yetkazsak shuni. O'zimiz shu familiyam Tashniyazov Islombekov, aslida anaqada pasport bo'yicha biz 1994-yil iyunni 11-iyunda dunyoga kelganmiz. Chimkent shahrida. Uyda 4 ta farzandimiz o'zi. Apayim, men va ukam va singlim bor. Alhamdulillah ota-onamiz tirik. Hayot, Alloh umrlarini uzoq qilsin. Keyin biz 2018-yili mana shu sayramdan uylanganmiz. Shetda qizini olib, shetdan uylanib va hozirda 2 ta farzandning otasimiz. 2 ta farzandimiz Ismoil 6 yoshda, ikkinchi farzandimiz 6 oylik Ibrohim degan. Mashallah. Eshitib xursand bo'ldik. Kelasi savolimiz, Qur'onni to'liq qancha yilda yod oldingiz? Qaysi uslublar hozirgi yoshlarga yodlashga yengillik beradi? Men shaxsan o'zim bilaman, siz haqingizda siz Qur'onni 5 xil talaffuzda, ya'ni qiroatda o'qiydi deb eshitganman va shularning qaysi biri bizni mentalitetga, bizning yoshlarga yengillik yaratadi? Qur'onni biz 4 yilda yodladik. Birinchi 2 yilda Qur'onni bir yodlab bitdik. Keyin 2 yil Qur'onni pishiqladik. Qur'onni bir yodlab bitishlik bor va Qur'onni puxtalab pishiq qilib pishirishlik borda. Ya'ni qayerdan savol qo'ysa, shu yerdan javob bera biladigan qorilar bor. Bir bitirgan, yo bir yodlab o'tgan, lekin esida yo'q qorilar bor. Bir yodlab o'tganimiz 2 yil va yana 2 yil, 2,5 yil biz pishiqlashga berganmiz ustozlarga. U degani kuniga 3 betdan, keyin bitirganingizdan keyin 6 betdan, yana bitirganingizdan keyin 10 betdan, 20 betdan, kuniga bir poradan, 2 poradan, oxirida 3 poradan topshirib, 10 kunda yoddan topshirib berasiz ustozlarga. Mana shu 4 yilda yodlaganmiz. Endi yoshlarga aytadigan nasihamiz, endi o'qiyotgan talabalarga, qori bo'laman deydiganlarga uslub har turli. Hamma o'zini uslubiga qarab, misol uchun birovlar oyatma-oyat yodlaydi. Oyatni yodlaydi, keyin oyatni qo'shadi, keyingi oyatni qo'shadi. Bu endi sal qiyinroq. Chunki keyingi oyatni topmay qoladi ba'zan o'qiyotgan paytida. Bir yodlashlik kerak deydi. Bir betni yarimga bo'lib olib turib 200-300 sanoq qilish kerak. Shu sanoq degani, ya'ni yarim betni 200 marta, 300 marta o'qisa, bu fundamentga o'xshab, betonga o'xshab bitadi. Ya'ni ertaga armiyaga borsa ham, bir ishlari bilan tijorat dunyoga aralashib, biroz Qur'onga qaytalamay qo'ysa ham, shuni Qur'onni ochgan paytda birdan esiga keladi Qur'on. Birdan pishiqlanadi. Shuning uchun eng katta tavsiya sanoq qilishlik kerak deydi. 300 marta, 400 martalab, ustozlarning ba'zilari aytgan 1000 martalab sanoq qilganlar bo'lgan. 2 yil Qur'onga qaramadik deydi, armiyaga ketgan paytda, 2 yildan keyin kelganimizda shuni Qur'onga qarasak, bir o'qiganimizda yodga tushaverdi deydi. Bu 1000 sanoqda. Shuning uchun yoshlarga aytadiganimiz, eng yaxshi uslub yarim betni olib turib 300, 400, 500 qancha sanoqni ko'p qilsa shuncha. 200 dan kamaydimi, o'sha u qori chala qori bo'ladi.
u qarini esidan tez Qur'on chiqib ketadi. Yodiga tushirish ham qiyin bo'ladi, ko'p adashadigan qari bo'lib qoladi. Shuning uchun sanoqni ko'p qilishlik kerak deb aytiladi ularga. Keyin yaxshi uslub Qur'onga berildimi, bo'ldi Qur'ondan boshqa narsaga umuman aralashmaslik kerak. Ya'ni misol uchun Qur'on ham yodlab yurib, ham ish ham qilib yuraman desa qari bo'la olmaydi. Chunki Qur'on katta mehnat talab qiladi-da. Chunki 600 bet bu Qur'on, Qur'onga boringizni berasiz, keyin u sizga kiradi. Agar dunyoni aralashtirsangiz, boshqa narsani aralashtirsangiz, unda jamlay olmaysiz Qur'onni deydi. Eng yaxshi uslub bir joyga bo'linib, uydan uzoqqa ketib, yarim betni olib va uni sanoq qilib va yaxshi ustoz tanlashlik. Inshaalloh. Yaxshi ustoz. Chunki yaxshi ustoz deyotganimiz, qori bo'lishlik uchun yaxshi ustoz tanlashlikdagi bitta sabab, agar ustoz haqiqiy qori bo'la bilsa, u qori chiqara biladi. Albatta. Qari bo'lmagan ustoz o'zi pishiq bo'lmasa qari chiqara olmaydi. Nega? Misol uchun Yusuf surasi qiyin sura. Ustoz yodlagandan keyin o'zi ham qiynalgan biladi. Yusuf surasi chalkash, tillarga kelishligi qiyin, tillar uni o'qishligi qiyin. Bu ham shogirdim ham qiynalyapti. Bugun uni so'kmay qo'ya qolay dedi-da, yengillik bilan o'tkazadi. Yodlamagan, o'zi pishmagan qari bo'lsa, mutaxassis bo'lmasa nima qiladi? Nega darsing tayyorlamas deb uni uradi-da, u o'zi o'qigan, pishiqlagan, lekin qiyin bo'lgan sababli bugun darsni topshira olmay turibdi, keyin Qur'ondan bezib o'qimay tashlab ketishligiga to'g'ri keladi. Shuning uchun har bir ishda aytadi, mutaxassisiga, haqiqiy pishiq qoriga shogirdlikka tushishlik kerak. Albatta. Tavsiya beriladi. Bu tavsiyalarni albatta o'zingizga kerakli joylaridan kerakligini olib ishlatsangiz ayni muddao bo'lar edi. Rahmat kattakon javob uchun. Islom aka deb aytayin sizni. Kelasi savolimiz. Ilm yo'lingiz qancha yoshingizgacha va qayerda boshlangan? Shu darajaga yetishingizga nima turtki bo'lgan? O'zi turtki bo'lgan narsa bizancha opa bilan dadamiz turtki bo'lgan. Mana yoshlik paytda bolani hech bo'lmasa Fotiha surasini, Ixlos surasini shu otasi, dadasi, opasi uydagilar o'qitib qo'yish kerak ekan. Chunki erta yillar aylanib keladi, u bola 10 yoshga to'ladi, 15 yoshga to'ladi. Mana ichidagi kirgan Qur'on bormi? Fatihani yodlatib qo'ygansiz, kalimalar o'rgatgansiz. Bu bir refleksga o'xshab bir aylanib kelib qoladi-da, inson qaytib yana iymonni xohlab qoladi, qaytib yana dinni xohlab qoladi. Ana shu paytda qiziqishi yana oshadi. Shu paytda madrasaga berib olasiz bo'ldi. Shuncha aytadi, kichkina paytida, mana hozir 5 yosh, 6 yosh paytlarida kichkina suralarni yodlatib qo'yish kerak, chunki iymonni kirgizib qo'yish kerak unga. Iymon kirgandan keyin bir kun katta bo'lganda uni izlaydi, topadi uni. Xohlab qoladi nafs. Shunday bo'lgan bizlarda ham kichkina paytimizda bizlar qiziqardik-da, dadam opamning uyida yotib qolardik. Ular azonda roza tutganda talqon yerdi. Sutga talqon solib yerdi. Biz shu talqonni yeymiz shetda deb turib qiziqib shu uyda yotardik. Azonda turg'izardi, keyin bizlarga kalimalarni o'rgatardi. Kalima, kichkina suralar. Keyin bir yillar vaqt o'tdi oradan. Aradan vaqtda 4-5 yil vaqt o'tdi. Bizlar 5-sinf, 6-sinf o'qiyotgan paytimiz. Ungacha bizlar ashula ham aytishga qiziqib ko'rganmiz, maktablarda aytganmiz ham. Hatto maktablarda shunday suratlarimiz turgan, pianino chalib turgan suratlarimiz turgan. Nega kichkina paytimizda ashula ham aytib ko'rganmiz, uni ham qilib ko'rganmiz, hamma qiziqdik-da. Lekin bir aylanib kelib, masjidga borgim kelib, Qur'on o'qigim kelib, ana shunday qaytib boya aytdim, o paytda solgan 5-6 yil solgan Qur'on bir aylanib keldi-da, qaytib yana shunga tortdi. Shunda sinfdoshlarimiz, mahalladagilar bari uyimiz oldida bir masjid solingan edi. Shekka masjidga borib o'qishni boshladik. Shu yerda yodlab yurdik. Musobaqalashardik. Sen o'tib ketding, men ham sen bilan birdayman. Keyin ustozimiz aytardi, qizlarim kelib dastur topshiryapti. Sizlardan ko'ra qizlar o'tib ketdi der edi. Bu ustozning oldida eng zo'r shogird bo'lishim kerak, eng zo'rini yodlashim kerak deb shu yerda bir poragacha shu yerda mahallada masjidda yodladik. Keyin yana vaqt o'tdi, 1 yil orada uzildi. 1 yil orada Qur'on o'qimay qo'ydik. Yana vaqt aylanib keldi, yana bir masjidga borib, o'zidan o'zi Qur'on yodlagim keldi. Shunda azonda turdim. Azonda turib, Belovoddagi sentralniy masjid bor, Imon Alif degan. Ana shu masjidga bordimda, shu yerda bir ustoz topaman deb bordim. Shunday kirsam, bir kishi bir chetda o'tirgan ekan. Mansur aka degan kishi, o'zi ham hozir hayot, bizlar bilan mana hajga boryapti hozir. Endi ustozim deb aytamiz. Bu kishini ilmi kuchli bo'lmasa ham shu paytda bizlarga yetarli ilmi bo'lgan endi u kishi. O'tirgan ekan bir chetda katta kishi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Men Qur'on yodlamoqchi edim dedim. O'rganmoqchi edim. Mashallah, qandaysiz? Yoshingiz qancha dedi? Siz so'radi. Birinchi marta hayotimda
katta odam kichkinani sisiraganini chetda ko'rdim. Keyin xulq, odobi juda ham kuchli. Va yaxshi keling, xo'p deb yumshoq gapirib turibdi-da. Dedimda, bo'ldi kelaman. Kechga xufton namoziga kelingiz dedi. Sizni kutaman dedi. Chetda o'rgataman Qur'on o'qishni dedi. Endi men kechki xufton namozini kutyapman. Haligi bu yumshoq gapirgan, sisirab gapirgan kishini ko'rishlik uchun. Qanday bir odob, zo'r ustoz ekan debdi. Boyagi kechni kutdim. Xufton namoziga keldik. O'zim paytda, ya'ni misol uchun 5-sinfda bo'lsa 12 yoshlar paytingiz. Tunda yurishga qo'rqamiz ko'chada. Itlari ko'p, boshqa. Lekin shunda ham haligini ko'rishlik uchun kelyapman masjidga. Bir o'zim keldim. Xuftonni o'qidik. Shu mahalliy kishi bilan ko'rishdik. Biroz kitobni ochdim. Aytdim, men bir pora yodlagansiz. O, mashallah, zo'r yodlab qo'yibsiz u. Ha, mahallada yodlagan edik burun. Yaxshi dedi. Endi maytdan yodlaymiz deb tavsiyalar berdi. Ertaga ham keling dedi. Ertasiga ham shu vaqtga boradigan bo'ldik. Shunday yurdik. Yurgan edik. U kishi bizlarda bir darsimiz bor dedi. Biz bir darsga ketamiz dedi. Bir katta ustozni dedi. Darsi bo'lyapti dedi. Shaqa boramiz dedi. Endi dedim, ustozlar, katta ustozlar bilan dars qilsa kerak. Qachon men ham shularga qo'shilar ekanman deb o'yladim endi. Endi bu kishining ustozi kim ekan deyapman endi boya kishi. Keyin u televizorda chiqadigan kishi dedi. O Ergash hoji degan kishi bo'lardi. Shu bir xuddi mana sizga o'xshab shu ahli ilmni chaqiradi. Hozir ular imom emas, imomlikni olib tashladi, lekin vaqtida shular imom bo'lgan. Shu kishining darsiga boramiz dedi. Keyin men ham boraychi dedim, bo'ldi, olib boramiz dedi. Bordik, darsga o'tirdik. Shu paytda notabiiy insonni shu paytda ko'rganman. Ya'ni haqiqiy yuzidan nur taralib turibdi. Gaplarida xuddi bir inson gapirilmaydigan, insonlarda eshitmaydigan gaplarni eshityapman. Shuna darsda boshqa narsa eshitmay, shu insonning yuziga qarab o'tira olganmiz. Shunda men shu insonga o'xshagan bo'laman, men shuni eng katta shogirdi bo'laman deb niyat qilganman-da. Mashalloh. Keyin borarkan salomlashib o'tib ketganman. Borib salomlashib o'tib ketganman. Endi bizdan kichkinada bola deb bilardi. Keyin vaqt o'tdi, bir kuni boyagi Mansur aka degan kishi Paxtakor madrasasiga tushib qoldi. Endi u uchun biz Belovda turganimiz uchun Chimkent endi o shahar etga 5-6 oyda bir tushamiz, endi katta joy, har kim tushavermaydi u paytlarda. Keyin aytdim, men shaharga tushdim, Paxtakor madrasasiga kirdim. Shetda dedi, 12 pora Qur'on yodlagan yigitni ko'rib gaplashib qoldi. Siz bilan teng ekan dedi menga. Endi men u paytda 2 pora yodlaganman Qur'onni. 2 parangiz 40 bet. Qur'on o'zi 600 qancha ham bet u. Shunda 12 pora yodlagan bo'lsa, men bilan teng yigit, men qolib ketibman dedim. Ichimda achinyapman. Ustozim uni maqtab qo'ydi. Men shunaqa bo'laman, men ham madrasaga tushaman chetga Paxtakorga. Ustozim boshqalarga islom mancha pora yodlabdi deb, boshqalarga, masjiddagi boshqalarga aytib maqtansin dedimda. Adamga keldimda, ada men masjidga, madrasaga tushaman o'qishga dedim. Shu yerda adamning eng katta qilgan yaxshiligi nima qilasan o'qib, nima keragi bor demadi. Shunday bo'ldi deb vaqtda ajratdi. Bir kun Chimkentga tushdik, Paxtakor madrasasiga kirdik. Chimkentdagi Kommunizm Hozir Muhammad Yusuf masjidi bor, shu yerda madrasa bor, shu yerda hamma madrasaga borib ko'rdik. Keyin bir madrasa menga yoqdi, shu yerda ustoz bilan gaplashib, shu yerga joylashtirib o'qiydigan bo'ldik. Shu paytda odamlarni bari adamga bu o'g'ling ertaga biron tuguniga qarab yuradimi? Ertaga bu o'g'ling birovlarni xudoy ehsonlarida oilani qanaqa boqadi, sen o'zing qiynalyapsan dedim, chunki istroka qilgan, oddiy odamlar bo'lgan. Istroka sen o'zing o'xshab ertaga qiynalib yuradimi? Undan ko'ra bir katta meditsina doktor qilmaysan buni, yoki bo'lmasa bir yaxshi bir kasb egasi qilmaysanmi deb gapirgan. Adam alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin. Yo'q deb turib, o'zi qiziqqan narsasiga beraman deb turib, qiziqyapti bo'lib o'qisin deb o'qitgan. Bo'lmasa odamlar ancha dinni tushunib olgan odamlar bo'lgan emas o'zi. Shu bilan madrasada bizlar yoqda birinchi yili 8 pora yodladik, ikkinchi yili tushgan paytda 24 pora bo'ldi. Uchinchi boyagi aytgandek, ikkinchi yil oxirida biz Qur'onni bitirdik. 2 yilda Qur'on 30 pora yodladik. Haligi yigitdan ham o'tib ketdi. Haligi shunda Mansur aka ko'rib, "Mashalloh" dedi. Ertaga masjidga borsak, u kishi imomlik o'tmasdan bizlarni mana 30 pora yodlagan, men o'zi 4 pora yodlaganman deb bizlarni o'tkazadigan bo'ldi. Keyin vaqtlar o'tdi-da, boya katta ustoz madrasa ochdi. Boya aytdim, birinchi darsiga borib qatib qoldim, yuzini ko'rib degan shu madrasa ochgan. Keyin shuni madrasasiga borib o'qidik, shu yerda Qur'onni pishqladik. Keyin uni madrasasida eng oldi shogirdlardan bo'lganim uchun u kishi yaxshi ko'rib qolib, o'zini eng yaqin shogirdlardan qilib oldi. Mashalloh. Hatto juma namozlari bo'lsa, juma namozlariga o'zi o'tmasdan qori o'ta Payg'ambar alayhisalom
kim imomlikka o'tmoqchi bo'lsa, qori o'tsin, Qur'onni eng ko'p yodlagan o'tsin derdi. Shu olim kishi turib bizlar o'tardik-da. U narsa menga katta motivatsiya berardi u narsa. Keyin endi ba'zi ilm darslarga, ma'ruzalarga tayyorlanardi-da. Shu paytlarda ba'zi oyatlarni bilmay qolsa, telefon qilib turib, "Mana oyat qaysi surada ayt" deb so'rardi. U ana bizlar vaqtida dedi, 3 yil oldin ana kishi bilan salomlashishlik olim bilan. Sharaf bo'lgan. O'tib sharaf bo'lgan, hozir u telefon qilib qaysi oyat deb so'rayapti. Deganmiz. Ana shunday qilib turib bizlar qiziqishliklar turtkilar mana shunday ketgan. Shu bilan o'qib ketganmiz u. Alhamdulillah. Keyin Qur'onni bitirdik shu bilan. Boya so'zim qolib ketdi. Shunda men alhamdulillah deyapman. Vaqtlar o'tdi. Undan keyin Qur'onni to'g'ri yodlagan bo'lsa, keyin 6 yil Misrda o'qidik, biroz chet elda shar'iy ilmlarni. Mana hozir kelganimizda ana shu adamga aytgan, o'g'ling ertaga biron tuguniga qarab yuradimi, birovni xudoylariga qarab yurib, qanday oila boqadi degan odamlarni o'zlari nevaralarimga nasihat qilsinchi, o'g'illarimga oilasi bilan buzilib ketyapti, aytsinchi, islomga aytsin, nima qilamiz, islomni vaqtiga qarab to'yimizni, islomni vaqtiga qarab turib, shunimizni hozir qarindosh urug'ichidan birinchi o'ringa qo'yib qo'ydi. Qur'on demoqchiman-da, qarang. Hamda dunyo taraflama bo'lsa, dunyo taraflama ham Alloh taolo sochib yubordi. O'zimiz o'ylamagan joyda yetib keldi hamma narsada. Endi buni keyingi savollaringizga ma'lumot kelib qolsa. Albatta, mashallah, shu javoblaringizni eshitib o'zimga shunday xulosalar qildimki, farzandlarimizni nimaiki qiziqishi bo'lmasin, agar u yaxshi niyatda, yaxshi yo'lda bo'lsa, albatta uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Birinchidan Alloh rozi bo'lsin otangizga, chunki shunday insonlarni agar ular qiziqtirmaganida, ular unga ruxsat bermaganida, hozir balkim bu suhbatlar bo'lmas edi. Rahmat kattagan. Endi qarang, bizning xalqimizda shunday stereotiplar borki, masalan, imommi degani, siz o'zingiz aytib o'tgandek, xudoylarda yuradigan, to'ylarda, marosimlarda arzimagan, tugunlarga yuradigan insonlar deb tanilib qolganda, bu stereotip bo'lib qolgan. Shu stereotiplarni sindirish uchun sizni o'zim biladigandek biznes yo'lida ham yo'lga qo'ygan inson deb taniganman. Shular haqida bir aytib o'tsangiz. Bizlarga bir ustozimiz bo'lardi, aytadi, doim kichkinalik payt o'zi ba'zi ustozlar bo'ladi, robboniy ustozlar bo'ladi. U degan tarbiya ham dars berib, ham tarbiya ham berib ketadi hayotiy yo'lda. Shu ustozlar aytadi, ertaga sizlar ilm egasi bo'lib kelib, bir joyda imom bo'lib, domlasi bo'lib yurasizlar. Shu paytda sizlarni xalq ko'radigan, xalq biladigan bir kasbinglar bo'lsin. Chunki xalq sadaqadan kun ko'rar ekanda, ana ehsondan kun ko'rar ekan, birovni xudoyiga damiga qarab, dam solishga qarab yuribdi deb o'ylab qolmaslik uchun o'zinglarni katta bir brend yoki bir kasbinglar bo'lib, uni xalq ko'rsin qayerdan pul kelayotganligini derdi. Chunki u paytlar birovlar yurardi, Arabistondan pul kelar ekan bularga, bari boy bo'lsa, namoz o'qiydiganlarni degan. Shuni yo'q qilish uchun bir kasb, odamlar ko'radigan bir kasb ishni qilish kerak edi. Shu narsa qolib ketdimi hamda va kelgandan keyin o'qishni 2018-yil bitirib kelgan bo'lsak, 3 oy o'tmasdan uylandik. Uylanganimdan keyin 2 oydan keyin bir kafeni, bo'shatgan kafeni olib turib 300 ming tanga bilan ichiga anaqalarni, posudalarni to'ldirib ish boshlaganmiz. Hali imom emasmiz, hali bunday tanilmaganmiz, hech kim bilmaymiz. Biz o'qib keldik, 5-6 odam bilishi mumkin bizning ilm egasi ekanimizni, lekin hali bunday tanilmaganmiz. Shunda kafeda shashlik pishirishni o'rganib va shu yerda ukam ofitsiantlik qilib ana shunday qilib turib boshlaganmiz. Chunki bizlar aytdik, men o'qishda yurgan paytimda bizning zabor, men uylanishdan oldin ham hatto 2018-yil zaborimiz va darvozamiz bo'lmas edi uyda. Shunda o'ytardimda, ya'ni erta katta bo'lib ketib dunyo egasi bo'lsam, shunday boramanda namoz stroykalariga borib turib, darvozasi va zabori bo'lmaganlarga pul beraman, men darvozada zabor qo'yibchi deb aytaman. Chunki pul yo'q uchun qo'ymay yuribdi-yu, derdik. Bizlar shunday narsaga topa olmaganmiz. Ya'ni adam orttirib, stroykadan orttirib, bizlardan orttirib u narsani qila olmagan, sekinlik bilan qilgan. Biz uylanishdan oldin shu narsani qildik. Shu darvozalar qo'yildi, zaborlar qo'yildi. Hech narsa yo'q va to'yda yordam qilingan pullar bilan bizlar ana shu kafening ishini boshlaganmiz, alhamdulillah. Ana shu bir ish qilishim kerak deb turib, ana shu ishni boshladik. Alloh taolo barakat berdi. Oyiga 200 ming, 300 ming tanga toza yig'ardik. Keyin umraga borsam qanaqa bo'lar ekan? 10 odam yig'sam umraga o'zim borishim tekin bo'lar ekan dedim. Kafeda o'tirib, ayolim bilan gaplashib o'tiribmiz. Ayolim aytdi, agar borsangiz birinchi klientingiz men bo'laman dedi. Chunki ammam meni yuboradi dedi. Uni ammasi o'tashganda bir boy ayollardan bittasi, opalardan bittasi
U dedi, aytsam dedi, meni yuboradi dedi. O sen borsang dedim, bitta odam dedim. Yana dedim, 9 kishi qoldi. bizdan ofisant bo'lib yurgan bir bola bor edi. U ham adam yuboraman deb aytayapti dedi. U borsa dedim, naqadar 4-5 odam chiqyapti. Yana bir 5-6 odam topsam dedim, o'zim tekin ketar ekanman umraga dedim. Deb e'lon chiqardik umraga. Odam e'lon chiqardik. Shu paytda firma aytdi, sizga dedi 10 odamda tekin dedi, 11-odamdan boshlab sizga $100 xizmat haqqi beramiz dedi. Odamlarni olib borib, ibodatni o'rgatib, tavof qilishlik, Safo Marvoda yurishni o'rgatganingiz uchun sizga berib. Shunda 27 odam yig'ildi. E'lon qilib chiqarganimizda. Shunda 10 odamda o'zim tekin kelsa, 17 odamni puli $1700 paytda endi buni 7 yil oldin, katta pul. O dedimda odamlarni olib borib, darslar o'tkazib, yaxshi ibodat qildirib keldik. O adamlar bizlar islom bilan bordik, zo'r bo'ldi, zo'r tushuntirdi, olib yurdi dedi. Keyingi e'lon chiqarganimiz 50 ta odam bilan bordik. Mashallah. Keyingi e'lon chiqarganimiz 100 ta. Mana hozir reklama chiqarmasak ham 50 ta 100 ta odam bilan umraga ketyapsizmi deb ketaveramiz. Mana shu taraflarni undan yig'ildi. Keyin samsaxonalar ochdik. Samsaxonalar ochdik, undan tushib turdi. Keyin hammasini barini pulini bir qilib yig'dikda bizlar bilan bir birodarimiz bor. Hozir belgilik bo'lsa kerak. Auto Food degan bor. Samsa test Taniyman. Ana shu birodar dedi, siz bilan sherikchilik ishlashdik bizlarga yaxshi dedi. Sherikchilikka qo'shilsangiz sizga nima qilib chiqaramiz? Aksiyadan pul chiqarib turamiz dedi. Ziyoniga ham, foydasiga ham bir barobar ishlaymiz dedi. Bo'ldi. Siz o'zim boshqaraman deb sizdan pul bo'lsin dedi. Keyin pul qo'shdik, hozirgi kunda u yerga $80,000 pul qo'shganmiz va u yerdan qayerdan pul keladi deganingizni aytyapman. U yerdan har oyiga $80,000 aksiyamizdan 1,600,000-1,700,000 kelib turadi. Mashallah. Keyin yana Alloh taolo dunyo berdi, endi ichi ustiga ish ketaverdi. Keyin bizlar tosh chiqaradigan, asfalt chiqaradigan zavodga erta ham namozxon birodarlar dedi, ustoz dedi, sizga insonlar bizlar bilan sherik bo'lsa dedi. Chunki payg'ambar alayhisalom aytganda, kim bir odam bilan sherik bo'lsa, Alloh uchinchi sherik bo'ladi. Bir-biriga xiyonat qilsa, Alloh o'rtadan chiqib ketadi-da, barakasi qochib ketadi degan. Endi omonatdor insonlar bilan ishlashib kelyapmiz. Keyin ularga qo'shildik. Ularga shu $120,000 loyihaga qo'shilganmiz, aksiyasiga. Ertan esa 2 million, 2,5 million savdoga qarab chiqib turadi. Общий bo'lganda oyiga 3 million, 4 million pul chiqib turadi hozirgi kunda. Lekin alhamdulillah uyda kitob o'qiyman. Hech kimga ishga boradigan joyim yo'q. Masjidga boraman, ibodatni qilaman, lekin aksiyalardan kelib turaveradi. Endi ukamniki endi bo'lak o'ziniki mol u fermada o'zi biroz 100-150 ta mol qilgan, chetda o'zining mollariga qaraydi endi. Mashallah, javoblaringizni eshitib juda ham mamnun bo'ldim. Ko'plardan keladigan savollarga va stereotiplarni sindirdik deb o'ylayman. Alloh ishlaringizga barakatlarini yog'dirgan bo'lsin. Kelasi savolimiz shundan iborat, o'zimdan kelib chiqib aytgim keladi. Hozirgi zamonda rizq ortidan nafsini quli bo'lib qolayotganlar ham kam emas va shularga sizning maslahatingiz aytib bersangiz. To'g'ri, boyaga aytdim. Alloh taolo Qur'onda bunday deydi: "Va man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kim taqvo qilsa, Alloh unga chiqmaydigan joydan chiqadigan teshiklarni ko'rsatib qo'yamiz degan. Ya'ni tupikka tushgan bo'lsa, shundan chiqadigan yo'llarni ko'rsatib qo'yamiz agar bizlardan qo'rqib taqvo qilsa degan. Va yaj'al lahu va yarzuquhu min haythu la yahtasib. O'ylamagan joydan rizqini yetkazamiz degan. Bitta shart qo'ydi, taqvo qilsa dedi. Bo'ldi. Bizlarda hozir ko'pchilik insonlar dunyo topish kerak ekan deyapti-da, xuddi akramakumulloh misol qilib keltirsak, itlarga o'xshash nimani topsa olyapti, nimani topsa yeyapti, nimani tushirsa shuni o'lja qilib turib, tortib olib turib, olib ketib, xuddi itlar ham bo'ladi, bir narsani olib oladi, ovini olib turib, halolmi, harommi qaramay yeb yotibdi. Ana shunday bo'lib qolishligimizga ehtiyot bo'lishlik kerak. Chunki payg'ambar alayhisalom aytgan, inson onaning qarnida bo'lgan paytida rizqi yozib qo'ygan o'zi. Hammamiz rizqimiz yozib qo'ygan. Faqat bu bizlar qilayotgan sabablarga qarab keladi. Endi bizlar sababni to'g'rilashimiz. Mana men o'zimdagi bo'lgan narsa, shunda ish topamanki, men Qur'onimni ham qaytalay bilishim kerak, darsimni ham o'qiy bilishim kerak deydigan ish izlaganman. Bo'lmasa ishlar ko'p bo'lgan. Bir kelgan o'qishdan kelgan paytimizda odamlar aytgan, mana degan Safit magazini bor, hozirda yo'q, burun Safitlar bo'lar ko'p. Shuni egasi ham bizlarni ana darslarga kelib, anaqalarga kelib yurardi. Tarovihlarga orqanda Qur'on eshitib, keyin bizlarda ishlang degan. Bizlarda ishlang degan, oddiy bir kassada o'tirasiz degan, oyligingiz 400,000 tanga degan shu paytda. Shu vaqtda. Men degan bir 10 qo'lda ishlasam, bitta azondan kechgacha o'tiraman,
Qur'onimni qanday qaytalayman? Yo'q deganman. Qur'onimni qaytalay biladigan ish topishim kerak deb turib, boya kafe ishiga tushganmiz. Nega? Hammamiz azonda 1-2 soat produktlarni qilasiz, barini rejalaysiz, xonaga kirib ketib o'qib o'tiraverasiz bo'ldi ilmingizni. Taqvoingizni qilaverasiz, namozingizni bemalol o'qiy bilasiz. Mana shunday ishlarni izlashligimiz kerak-da. Agar izlasak, Alloh subhanahu va taolo albatta beradi. Beradi. Unga bitta rivoyat aytaman. Bir kishi aytadi, men katta arxitektorman deydi. Ustozga savol qo'yganda, katta arxitektorman. Amerikada katta loyihada bino solinayotgan ekan. Shu binoga arxitektor kerak bo'libdi. Puli $5,000 mi $6,000 ekan oylik. Bu paytda meni uzatadigan singlim bor, adam yo'q, qaytib bo'lib ketgan. Qarzlarim bor edi, borishim kerak. Anketamni yubordim, hamma narsam to'g'ri keldi. Biroq ular bitta shart qo'ydi menga deydi. Sen soqoling uzun ekan, soqolingni olasanda ishga kelaver. Senga o'xshagan mutaxassislar bizga kerak deb aytdi deydi. Shunda ustozga savol qo'ygan ekanda. Barsam bo'ladimi, avval turib deganda, endi qirib yuborishlik harom shariatda. Qirib yuborgan harom. Shunda ustoz aytgan ekan, yo'q, tashla bu ishingni. Kim Alloh taologa Alloh taolo harom qilgan narsada cheklansa, Alloh undan yaxshisini beradi degan. Ya'ni harom qilgan bir ish turibdi. Pul zo'r, lekin cheklaning, Alloh undan yaxshisini beradi degan. Tashla degan paytda, bu dinimga to'g'ri kelmas ekan deb tashladim deydi. Bormayman deb atvet yozib yubordim deydi. Keyin deydi, bir haftadan keyin anaqa kelyapti, boshlig'i ko'ribdi, qarasa, "Mana tajribasi kuchli ekan, mana arxitektorning. Bizga kerak. Nega kelmayapti? Ha, bu soqolni olmayapti. Shuncha kelmayapti, mumkin emas. Bormayman deb aytgan. Bo'ldi, kel, soqoli bilan kelib ishlasinchi, bizga bunaqa odam kerak bo'lyapti deb qaytib chaqirganda. Keyin bordim, ishladim deydi. Ko'rasizmi? Beradi, faqat bizlardan Alloh subhanahu va taolo bitta qadamni kutadi-da. Bizlar ana shu qadamni to'g'ri tashlab olsak, Alloh taolo sochib beradi u barakatlarni. Chunki aytadi-da, kichkina bo'lgan qushni qornini esdan chiqarmay rizq beryapti. Qushni ishlaydigan joyi yo'q. Hamma joyiga borsa, yoki senga Makka borsang don bor deb qo'ygan joyi yo'q. Azonda uchadi, tavakkal qilib, jig'irdonini to'ldirib, ovqat bilan qaytadi. To'g'rimi? Shuni qornini esdan chiqarmayotgan Alloh seni qorningni esdan chiqarib qo'yam, katta bo'lgan. Taqvo qil bo'ldi deydi. Taqvo qilishing kerak va chiroyli talab qilishliging kerak. Alloh taolo rizqni beradi. Biz o'ylaymizki, mana 500 mingga oylig'i zo'r deymiz, katta pul deymizda. Lekin uni barakasi bo'lmasa-chi, baraka boshqa narsa. 500 ming topasiz, farzandingiz kasal bo'ladi, bir narsalarga ko'ra yo'q bo'lib ketadi pul. Baraka 100 ming topasiz, ishlatasiz, ham 20 ming qoladi yig'asiz. Bu baraka. Baraka yetib turishligi. Ana shu baraka bo'lishligi uchun insonda halol qadam bo'lishligi kerak, Alloh taolodan taqvo bo'lishligi kerak. Shunda yetib keladi. Mashalloh, rahmat kattaga. Niyatlar amallarga bog'liq va hammamizning qalbimizga niyatlarimizni to'g'ri qilib, halol rizqlaridan Allohim o'zi qismasin. Yuqorida aytilib o'tgan javoblarga ko'ra yana bir savolimiz, Qur'onni yod olganlarni qori deydi. Siz faqat qorisizmi yoki boshqa ilmlarni ham o'rganganmisiz? Bizlar qori bo'lib turib, qorilikda o'zida qolib ketishga sal qolgan. Qori bo'lib aytdimmi, 4 yil qori bo'lib bitirgandan keyin men ichimda boya Madinaga borib, Makkada borib o'qiyman degan niyat barib yurar edi. Yani chet elga borib, arab diyorlarida o'qiyman degan Qur'onni perevodini, ma'nolarini, hadislarni shunday gapirib turib, ilm egasi ham bo'laman. Faqat qorilik bo'yicha qolib ketmayman degan maqsad bo'lardi. Lekin ustozimiz kelganda shunda aytgan. Mana degan 10 kunda Qur'onni yodlab berdi. Lekin bizlar madrasa solyapmiz. Madrasada ustoz bo'lsin. Bizlar uy qilib beramizda, saroy qilib beramizda, 20 ta mol kirgizib beramiz. Madrasada azondan kechgacha shogirdlarga Qur'on o'rgatsa bo'ldi degan. Pishqorlar chiqarsin degan. Endi adam ko'ngan, xursand bo'lib ketgan. Nega? Uje 2 ta o'g'li bo'lsa, bitta o'g'li tayyor uy, joy, yana madrasada ustoz bo'lib turibdi. Shunda men o'zimga xonamga kirib o'ylanganman, agar men hozir qori bo'ldim, buni perevodini o'rganmadim, ilmlar o'rganmadim. Hozir shogird chiqarsam, keyin ular qori bo'lib chiqsa-da, ular ilmli bo'lib ketib, mendan zo'r bo'lib keladimi deganman-da. Nesi mendan o'tib ketadi, mendan ustozidan o'tib ketib olim bo'lib keladimi? Keyin qanday? Hozir menga shunaqa takliflar bo'lyapsa, men uni yana perevodini o'rganib, ilm o'rgansam, undan zo'r takliflar bo'lmaydimi? Deganman-da, yo'q degan ustoz bo'lmayman, men o'qishga ketaman deganman. Shunda shu yerda bir ikkilar aytgan,
Bu har kimga ham berilmaydi bu narsa. Har kimga ham taklif qilinmaydi. Hozir azonni kechgacha madrasadasan, o'tirib Qur'ondan dars beryapsan. Uyingni joyini qilib beramiz deb aytyapti. Ustoz yetishmaganlikdan bo'lyapti. Endi u paytlarda ustoz qorilar yo'q payti. Hozir ham qorilar, men sayramda hozir 60 ming xalq bo'lsa, qancha qori chiqadi? 5 ta qori chiqadi, chiqsa bu. Qur'onni yoddan biladigan bir 5 ta qori bor. Ramazonda kitobga qaramasdan Ramazonda xatm o'tib beradigan. Boshqa qori yo'q misol uchun. Shunda yo'q deganman, o'qishga boraman deb turib olib, shu bilan Misr eliga ketib, shu yerda Al-Azhar universitetiga qabul qilinib, shu yerda keyin o'qidik. Qur'onni perevodini o'rganib, arab tilini o'rgandik, hadislarni o'rganib, shar'iy ilmlarni o'rganib, mazhablarni o'rganib, mana kelib turib, hozir shu yaxshi ham shuni tanlagan ekanman. Agar shu paytda shu joyni tanlaganimda chiqib ketardim deb boshlaman. Shuning uchun boshqa ilmlarni ham o'qiganmiz. Mashaalloh, javoblar birdan biri qiziqarli bo'lyapti. Kelasi savolimiz, hozirgi vaqtda Ibrohim ota masjidida imomsiz. Imomlik vazifasi osonmi yoki qiyinmi? Bu masalaga keladigan bo'lsak, imomlik masalasi endi hozir qiyin desak, xuddi Allohga ro'ka chiqib qolganday bo'lamiz. Ya'ni Allohning yo'lida ishlashlik qiyin narsa deb odamlarga sizlar bilmaysizlar degandek tuyulib qoladi. Unday emas. Endi bor narsani aytib o'tib ketaman. Bor narsa to'g'ri aytish mumkin emas, qiyin. Oq chaponni kiyib, atbosallarni kiyib, to'ylarga borib, to'rga o'tirib, misol uchun minbarlarda tepada o'tirish zo'r ish deyish mumkin-da. Lekin bungacha bo'lgan birinchidan sabr bor, bungacha bo'lgan ilm bor. Endi ishlashlikka keladigan bo'lsak, imom bo'lib, bu minbar, masjiddagi minbar bu omonat joyda. Bu har bir gapingizga qiyomat kunida javob berasiz. Chunki insonlarga siz Alloh taolodan kelgan dinni o'rgatyapsiz. Chiqib turib meni fikrimcha deb turib gapiriladigan gap yo'q u yerda. Illo Alloh taoloning oyati, payg'ambarning hadisi, shariatdagi bor narsani aytishingiz kerak. Shuning uchun men juma kuni umuman hech qayerga chiqmayman. Juma kuni ihson bor edi, to'y bor edi desa Alloh rozi bo'lsin aytganingiz uchun men jumaga tayyorlanaman ma'ruzaga deyman. Chunki muhim narsa turibdi men uchun. Masjidga keladiganlarga, masjidga keladigan odamlar uchun men zo'r eshitmagan narsa bera bilishim kerak. Hamma eshitib yurgan ma'ruzani eshitib ketaversa nima bo'ladi? Shuning uchun o'ylaymanki, azondan peshingacha 5-6 soat vaqt bor bo'lsa, shuni ma'ruza qidiraman. Misol uchun mana nikoh mavzusida kelsa, nikoh o'zi nima? Xo'p, nikohdan oldin nimalarni qilishlik kerak? Nikoh buzilmasligi uchun nimalarni qilishlik kerak? Ichida qiziqtirarlik, odamlarni kuldiradigan bir qissalar, gaplar qo'shasiz, odamlar kuladi, mazza qabul, uyqusi qochadi. Bularni bariga o'tirib tayyorlanishlik kerak. Mana subota kuni sahobalar payg'ambarlar tarixidan dars bor. Subota kuni ham xuddi birovlar aytadi, bunaqa ihsonimiz bor edi, tog'ga chiqaylik, bunaqa qilaylik, bu joyga boraylik. Subota kuni azondan kechgacha uydamiz, xuftongacha tayyorlanib, xuftonda borib masjidda dars o'tamiz. Shunda o'ylaymanki, shunda o'tyapmizki, masjid kundan kunga to'layapti odamga. Kundan kunga qiziqarli bo'lyapti darsliklar. Mana Odam alayhisalomni o'tdik, Odam qanday yaralgan, Havo onamizni Alloh taolo qanday yaratdi, nima uchun Havoni yaratdi, nega jannatda ayolni yaratdi, nega ayolga boshqa bir zot yaratmadi degan narsalarni ochib o'tib ketyapmiz. Bariga tayyorgarlik qilib, ochib berib aytmoqchi bo'lganim, bu katta bir mas'uliyatni talab qiladi. Minbar omonat narsa. Yerda noto'g'ri narsani aytib olishingiz to'g'ri emas. Bu bir. Ikkinchi narsa, imomlikda yurganingizdan keyin ramkada yurasiz. Doim ramkada. Chunki odamlar hokimlardan ko'ra, boylardan ko'ra imomlarga ko'p nazar soladi haqiqatan. Albatta. Chunki ular odamlarga aql o'rgatyapti, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan, o'zi qanday yuribdi deb o'ylaydi-da. Kiyimingizga ham, yurish turishingizga ham, gapingizga nima yeyotganingizga ham. O'tirib qolamiz ba'zan. Qaraga deydi, siz bunaqa narsa yaxshi ko'rar ekansiz, o'tganda ham bunaqa narsa yedingiz, shuning uchun dasturxonga bunaqa narsa qo'ydik deydi. Odam o'sha yeyotgan narsangizni ham qarar ekan, qattiq e'tibor berar ekan. Bunaqa rang yaxshi ko'rar ekansiz, doim bunaqa rangda yurasiz deydi. Shuning uchun doim ramkada. Chunki shunday tushib turib Chimkentga xohlaganda yurib yoki bir xohlagan odamga gapirib yubora olmaysiz. Chunki birov ko'p qilib, mana imomni qilib yurgan ishini qara deydi. Misol uchun siz chunki dinni ko'tarib yuribsiz-da, dinni ko'tarib yurgandan keyin doim ramkada o'tirasiz. Bir joyda o'tirsangiz ham seriozli o'tirishingiz kerak. Ko'chada yursangiz ham hamma holatda gapiradigan gapingiz barini o'ylab gapirishingiz kerak. Chunki siz gapirdingiz, "Mana imom kecha bunaqa deyordi" deydi. Yoki bunaqa gapirib bunaqa qilib, o'zi bunaqa yuribdi deb yuborishi mumkin-da. Shuning uchun bu ikkinchi masala, ikkinchi qiyinchilik bu. Uchinchi qiyinchilik, odamlar
hammasi har turli mavzuda keladi. Bir kunda o'tirasiz, mana masjidda o'tirasiz-ku, masjidda o'tirgan paytingizda shunday o'tirishingiz kerakda, birov yig'lab kelib dardini aytadi sizga. Men deydi, erim bilan bunaqa bo'lyapti, yig'lay. Yoki ayolim bunaqa bo'lyapti, yoki bunaqa, unga dalda berishingiz kerak. Shuna o'tirgan paytingizda bittasi men farzandlik bo'ldim deb keladi. Men farzandlik bo'ldim deydi. Erta aqiqaga borib, "O, mashallah farzand." Dardini eshitib o'tirgan siraz onangga o'zi xursandchilik bag'ishlashingiz kerak. Dardiga nima qilishingiz kerak? Xursandchilik qo'shib tabriklab, bo'ldi, o'tamiz deb uni Xudoga o'tishingiz kerak. Bir kunda janoza bo'ladi. Janozadan keyin 1 soatdan keyin to'y bo'ladi. Qalbga tushib ketishlik qiyin-da. Janozada kelasi ta'sirlik. Suvda cho'kib o'libdi. Men shunaqa voqea bo'ldi. Janoza bittasini o'g'li suvga borgan, suvda ta'mir tortib qolgan, o'lgan. Bitta yolg'iz o'g'il ekan. Begim deb turib, endi otasi qabrning ustiga yig'layapti. Endi men ham ichim achib ketdi. Yolg'iz o'g'il ekan, yosh yigit ekan, endi uylangan 2 oy bo'lgan ekan. Shundan chiqdik-da, to'g'ri to'yxonaga keldik. Endi erta xafa bo'lib o'tirmaysiz-ku. To'y, xursandchilik, u odamlar aytib o'tirganlar boshqa atmosferada o'tirib, ertagilarga endi xursandchilik, yaxshi narsalar aytib o'tirishlik. Maytda mahzunlik narsa aytasiz, maytga kelib turib, aytda nikoh o'qiysiz, maytda janoza o'qiysiz. Shunday qiyin masala. Bir kunda nima degan odamlarni ko'rishasiz, nima degan mas'uliyat. Keyin yana tunda yotasizmi, soat 2 da darvoza taqillaydi. Har kun emas, shunaqa voqealar ko'p bo'lib turadi. Telefonni o'chirib qo'ygan bo'lasiz, shuning uchun darvoza taqillayapti. Qarasangiz, dedi, "Mana jinni qo'zib ketdi" deydi. Mana deydi, tunda cho'chib bir narsadan cho'chib turibdi, dam savorish kerak deydi. Iltimos deydi. Shunaqa voqealar bo'lganda, shunday uyga kirib, bola chaqa uxlayaptimi, iloji yo'q, kirib xonaga va xonada salasiz dam savorasiz. Yo'q deb qaytarsangiz, ana domla deydi, odamlarga o'zing mehr berish kerak, odamlarga yordamlash kerak deydi, boshingga musibat tushib turganda eshigini oldidan haydadi deydi. Ko'ryapsizmi? Agar nafsingizga qolsa, erta keling deyorasiz, lekin dinni yomon ko'rib qolmaslik uchun yuring deb kirgizasiz. 4-chi qiyinchilik imomlikda sizda misol uchun gapingizni poylab o'tirganlar xalq ichida ham bor. Chunki xalq sizning orqangizdan gapiradi. Mamlakat davlatga bir yoki bir ziyon keltiradigan, xavf bo'ladigan gaplarni ham gapirib yormashingiz kerak. Ziyonni xalqqa ham xuddi shunaqa bir o'ylanib turib gapirishingiz kerak har bir masalani. Keyin ikkinchi narsa, 5-chi narsa yig'ilishlar. Bir kunda ba'zan 5-6 soatlab majlislarga boramiz. Nega majlis ko'p deydi? Bir majlis emas u. Shahar imom majlis qiladi. Misol uchun kecha mana hojilarga ketadigan majlis bo'ldi. Hojilarga nima deb, qanaqa yo'l-yo'riqlar ko'rsatish bo'yicha majlis bo'lib o'tdi hokim anaqada. Chimkentdagi Bejon masjidida. Keyin birozdan keyin rayonni o'zidagi imomlarga, Qaratov audani imomlariga majlis bo'ladi. U majlis bo'lak, bu majlis bo'lak. Keyin din ishlar boshqarmasi bo'lak, hokimiyat bo'lak, maktablarga borasiz. Bir kunda bari ham bo'lib ketishi mumkin. Shunaqa narsa. Keyin yana asosiy narsa, imomlarning ko'pchiligi oylik olmaydi. Misol uchun oyligi yo'q. Davlat tarafidan yoki bir joyda mana senga faloncha deb bo'lsa ham oylik 60-70 ming. Bo'lsa ham 60-70 ming. Biroq uni ham benziningizni ham arzimaydi-ku. Hammasi dinni o'qigan uchun bir narsa yetkazib qolaylik, ertaga qabrda yotganimizda bir foyda kelsin, oxiratda savob ajrini ko'raylik. Payg'ambar Ali radhiyallohu aytadi-ku, bir odamni dinni tushunib qolishi, bir odamni sen sababli dindor bo'lib qolishligi qizil tuyalarni sadaqa qilgandan yaxshiroq degan. Qizil tuya hozirgi paytda furalarni pulini sadaqa qilgandan ko'ra bir odamni to'g'ri yo'lga boshlashligi shunchalik savob deganda. Shu uchun xizmat qilinadi. Rahmat kattagan. Shu joyda aytib o'tib keladi. Islom qorimizni o'zini bir yo'li bor-da, o'rgatishda, darslarida, endi ko'p bo'lmasa ham qatnashganmiz. Qanaqadir yengillikni his qilasan, hayotiy narsalardan, hazillardan keltirib, darding bilan kelgan bo'lsang ham, bir ishlaring bilan, muammolaring bilan kelgan bo'lsa ham, ularni hammasini esdan chiqarib, bir yengillikni his qilasiz va shu tariqa sizlarni ham darslarda birga bo'lishliklarini tavsiya qilib qolamiz. Rahmat kattagan. Kelasi savolimiz, islomda boy badavlat bo'lishlikka to'siq yo'qmi? Boylik bilan taqvoni birday olib yurishlik mumkinmi? Ha, albatta bu dinda boy bo'lishlikda umuman to'siq yo'q. Masalan, Abdurrahmon ibn Avf hammamiz eshitganmiz. Boy sahobalardan bo'lgan. Lekin ularning boyligi qo'lida bo'lgan, qalbida bo'lmagan deydi. Dunyo topishimiz kerak, shariat topma demaydi.
Dunyoni toping, mana turingda bomdodni o'qingda. Keyin chiqib ketinglar, peshingacha biznesingizni qiling, ba'zan, lekin peshin vaqtida to'xtang. Kelingda tahoratingizni qilingda, masjidda namozingizni o'qingda, asrgacha xizmat qiling. Asrgacha bozoringizni qiling, asrgacha nima tijoratingiz bor? Dunyo toping. Asrda to'xtang bo'ldi. Asr vaqti o'tib ketmasin. Asrni o'qing, namozni o'qing, oxiratni ham amalini qilingda, asrdan keyin shomgacha yana qiling. Shomda to'xtating, keling, oilangiz bilan gaplashing, o'tiring. Keyin bir 5 bet, 6 bet Qur'onga vaqt ajrating. Mana shu narsalarni birdek olib yursa bo'ladi albatta. Dunyo topishlik, ya'ni topma shariat topma demaydi. Shariat nima deydi? Top deydi, ber deydi, yordamlash deydi. Oluvchi qo'ldan deydi, beruvchi qo'l yaxshi deydi. U beruvchi qo'l bo'lish uchun boy bo'lishingiz kerak, kasb bo'lishingiz kerak. Shuning uchun beradigan odam bo'ling, lekin berar ekanman, to'g'ri yaxshilik qilay, masjidlar, madrasalar, odamlarga yaxshilik qilaman deb turib, bu yoqda o'zingiz ibodatingizni unutib qo'ymash kerak-da. Ibodatingiz mana bitta bizlar eshitamiz, bitta kishi oyoq kiyim sotadi. Bir birodarimiz Chimkentda oyoq kiyim sotadi. Shuni zavod, O'zbekistonda zavodi bor. Shu zavodning egasi bilan gaplashib qoldim. Qori ekan deydi, o'zi deydi. Ilm egasi ekan deydi. Zavodda katta oyoq kiyim chiqaradi, kavushlar chiqaradi. Aytar ekan, har kuni bomdoddan keyin ikkita o'g'limni chaqiraman, ikkita o'g'lim menga 5 paradan Qur'on topshiradi. 5 para topshirishi uchun 2 soat vaqt ketadi. Bomdoddan keyin 2 soat Qur'on topshiradi, keyin ayollarimiz ovqat tayyorlaydi, ovqat ichib bo'lgandan keyin zavodga ketamiz degan bo'ldi. Peshingacha zavodning ishini, peshindan keyin ham asrgacha ko'rasiz. 5 para Qur'on degani bu degani 100 bet Qur'on o'qib qo'ydi. Azonda 100 bet Qur'on topshirib, adasiga keyin zavodga ketib, katta kavush zavodida milliondan kavushlar chiqarib yotibdi. Qilsa bo'ladi albatta. Chunki sahobalardan boylar ko'p. Abu Bakr boy bo'lgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu juda ham boy bo'lgan. Abdurrahmon ibn Avf boy bo'lgan. Kambag'al sahobalardan ko'ra boy sahobalar ko'p bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytarmagan, lekin dunyo deyman deb dinni, amalni esdan chiqarib, taqvoni ham ushlab turishlik kerak bo'ladi. Rahmat kattagan. Alloh hammamizni sahiy boylardan, yaxshiliklar ulashadigan boylardan qilsin bo'lsin. Kelasi savolimiz. Ko'pchilik ahli ilmlar va dindorlar ikkinchi, uchinchi ayollarga uylanadi. Shu to'g'rimi? Bu borada sizning fikringiz qanaqa? Siz ham o'zingiz uylanganmisiz birinchi turmushdan tashqari yana? Ya bizlar bechora hali bir bilan yuribmiz. Bizlar yo'q, men hali uylanmaganman. Shu bitta uylangan bo'yicha yuribmiz. Lekin fikr qanaqa deganda o'zim inshaalloh shariatda bir fikri yo'q. Lekin shariat bu narsaga nima qanday ko'z qarash bilan qaraydi? Uylanma demaydi shariat. Ruxsat bergan. Qachon? Agar sen adolat qila bilaman desang, bo'ldi. Adolat qilmaysanmi, bittasini cheklan degan. Hop, adolat qaysi masalada desa, baqa bilishlikda, kintira bilishlikda, yeb ichiray bilishlikda va tunay bilishlikda. Bir kun bir kundan. Hop, endi bunda bunaqa qaraylik. Hozir men uje qanaqa mana perdachani ko'rayotganda uje telefonni o'chirib chiqib ketmasin. Yaxshilab eshitib olaylik deyapman-da. To'g'ri fikr qilishdi. Bu masalada bunday qarashlik kerak. 100 ta erkak bo'lsa hayotda, mana 100 ta erkak bor deylik dunyoda. Shu 100 ta erkakni vallohu alam 80 tasi zino qilib yuribdi. Bo'ldi. Erkak zoti borki, qiyin u bir ayol bilan yashashligi qiyin. 80 tasi harom harich bilan zino qilib yuribdi. Qolgan 20 tasichi. 20 tasidan 5 tasi kasal. Boyagi o'z sog'lig'i ham yetmaydi o'zi bittasiga. Qolgan 15 tasi qo'y, mana zinoni oqibati ertaga farzandlarimga urar ekan, qabrda javob berar ekanman deb turib qo'rqib uylanayotganlar qolgan 15%. Endi biz kelyapmizda, u onani ikki xotini bor, ana xotin bor, mana bunday deyapmiz. Modomiki u nafsiga berilmaganida ikki xotin olmas edi deyapmizda. Lekin agar u haqiqiy nafsiga berilganida u zinosini qilib yuraverardi. Chunki zino yengilroq. Borasiz, arzimagan pulni sarflaysiz, xohlagan fukusingizda, xohlagan qanday desamiz misol uchun, xohlagan fukusingizda qiz tanlaysiz. Hozir yengil bo'lib ketgan zino qilishlik. U nafsi uchun bo'lganida u borarda shunday qilardi, ayolidan ham so'z eshitmasaydi, ota-onasidan ham so'z eshitmasaydi, farzandlarning oldida ham nidobni bo'lmasaydi, o'sha ishni qilib yuraverardi. Biroq uni kasofati ertaga ayol xursand bo'lib yurgan bilan ertaga farzandlariga uradi, ertaga kimga uradi? Tijoratiga uradi, barakasi ketadi uydan, azob jahannamda uni azobi bo'ladi. Endi uylanayotgan odam u nafs emas, u Allohdan qo'rqqani uchun uylanyapti o'zi aslida.
Nega? U chunki 200-300 ming sarflash kerak oyiga. Ikkinchi ayol olishingiz uchun 200-300 ming kamida uni uyga berishingiz kerak. O 20 millionga. Uyga bera olmasangiz uni kvartiraga qo'yishingiz kerak. Ya, kvartirangiz o'zi 200 ming tanga, produktda 300-400 ming tanga sarflash kerak. Agar u nafsiga berilganda 50-60 ming tanga ishini bitirib kela olmas edim, to'g'rimi? Hech kimdan so'z eshitmasdan. Bu qo'rqqani uchun shu ishni qilyapti. Nikohlayapti, farzandi bo'lsa boqyapti, farzandi bo'lsa otalik qilyapti, ana unga erlik qilyapti, ana ayolni ham tiyapti haramda, mana erkak o'zi ham tiyilyapti. Shuni biz to'g'ri ayollar to'g'ri tushuna bilishi kerak-da. Xo'p, endi uylanishlik bo'lar ekan deb turib, shuni shapatirib uylanib olayotgan erkaklarim ko'p. Erkaklar qarashlik, hozir ayollar juda ham qiyin bo'lib ketgan. Chunki ikkinchisiga tegayotgan ayollarning ham ko'pchiligi uni yaxshi ko'rib qat tegmayapti endi. Undan aysh kvartiram, puli undirishlik uchun boshqa undirish. Bu erkak shuna zaki bo'lish kerakki, oila qiladigan ayolga uylanishlik kerak. Albatta. Ayolni ham chirilayotgan sabab chunki u ayol ko'chada qanday yurib turganligini biladi bu ayol. Shuning uchun sizga to'g'ri kelmaydi, mana erimni qurtadi, mana erimni kasodga uchratadigan ayol deb turib chirillaydi. Agar siz haqiqiy taqvodor, oila qilaman, iffatini saqlaydigan, yaxshi kimga ayolga uylansa, menimcha unchalik qarshilik qilmaydi ham ayol. O'zi. Endi bu masala o'zi aslida keng, ikki tarafligi ham aytiladigan narsa, erkaklarda ham bor xatochilik, ayollarda ham bor xatochilik. Buni o'rtadan tushunib olib turib, buni o'rganadigan bir to'g'ri uylanaman deb turib yoki uylanmaysan deb turadigan narsa emas, bu qaraladi. Chunki inson erkak kishi borki, uni shahvati bor. Alloh taolo shuni bilgani uchun ham ruxsat bergan. Faqat shartlari bilan. Endi uy-joy qilasan, qaraysan, boqasan deb turib ruxsat berganda. Shunga bariga kuchi yetib tura bilsa, birinchi oilasidan ajrashib ketmasiga ham kuchi yetsa, ikkalasini eplay bilishligi kuchi yetsa, ikki oilani baxtli qila bilishiga kuchi yetsa qadam tashlagani yaxshi. Agar ikkinchisiga uylanib, birinchisidan ham o'zini farzandlarini yetim qilib qo'yishlikka qilib qo'yadigan darajada xatarli bo'lsa, kuchi yetmaydigan bo'lsa, qo'rqayotgan bo'lsa, hechgina sabr qilib, tishini tishiga qo'yib, o'zini tiyib yurgani yaxshiroq bo'ladi deb o'ylaymiz endi. Masala o'zi keng masala bu aytadigan bir yengillik. Endi men o'zimga keladigan bo'lsak, o'zim aytardim, shu 50 ta shogird chiqaraman, 50 ta Qur'onni haqiqiy pishiqlab nima ish qilding sen o'zi ikkinchisiga uylanadigan deganda, men 50 ta pishiq qori chiqarganman, muncha darslar chiqarib tashlaganman, muncha kitoblar yozganman. Deyman, ay shu ishlarni qilay birinchi dinda, undan keyin uylanaman deganman. Endi ularga inshaalloh oz qolyapti. Qarasa inshaalloh. Bu borada siz ham o'z fikringizni aytishingiz mumkin va bu savol uchun meni yoki islom qorini yomon ko'rishingiz lozim emas deb bilaman. Savollarga javoblaringiz uchun juda ham katta rahmat. Yakunimizga bizni ko'radigan kuzatuvchilarimizga o'zingizni niyatlaringiz, takliflaringiz bo'lsa aytib o'tsangiz. Ko'rsatuvimizni ko'rayotgan kishilarning barchasiga aytamiz. Mana shunday ko'rsatuvlarni ko'p ko'rishligi yoki bundan yaxshi xulosalar chiqarishligi, yaxshi fikrlar olib turib to'g'rilanishligiga o'zlari bir nima qilishligini, qaror qabul qilishligini so'raymiz va hammanglarni hayotda o'zinglardan mamnun bo'lib yashab, xursandchilik bilan yashab, g'amginchilik, xafachiliklarni ketkizib, Alloh taologa haqiqiy banda bo'lib turib, chiroyli umr surishinglarni so'raymiz bu ko'rsatuvchilardan, ko'rarmanlardan deymiz. Instagram sahifamizdan kelib tushgan savollarga ko'ra javoblar. Qaynonamning eri yo'q. O'g'lini mendan qizg'onadi va qilgan har bir ishimdan ayb topadi. Shunaqalarga nima degan javob bergan bo'lardingiz? Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qaynonasi eri yo'q bo'lsa, yaxshi bir dada topib uylantirib olish kerak, uzatib olish kerak demoqchiman-da. Shunda qutuladi baridan. Hop. Bu haqiqatan hozir qaynona kelin o'rtasidagi mojaro o'ta ham katta bir mojaro bu. Qaynonalar ham o'tkazib o'rayotgan qaynonalar bor va kelinlarda ham ba'zi xatochiliklar bor. Biz aytadiganimiz qaynonalarga, agar taloq Allohning arshini lag'zaga kelinadigan narsa, Allohning arshini lag'zaga keltiradigan narsa. Shuning uchun siz farzandingizni majburlamang, shu so'zni aytib Alloh taoloning arshini lag'zaga keltirishlikka deymiz onalarga, bu qaynolarga.
keliningizni yomonlab, ayblarini topgan bilan ertaga u talog'ini beradigan bo'lsa, Allohning arshi lag'ziga keladi. Keyin bir kishi aytar ekan: "Sen odamlardan kamchilik izlayapsan. Bunaqa kamchiliging bor, bunaqa narsang bor, bunaqa narsang bor, mana uni to'liq qilmayapsan deb kelindan xato izlayapsan. Sen o'zi Alloh taoloning buyrug'ini to'liq bajarib qo'ydingmi? Aytish to'liq bajardingmi? Unda to'liq bajarib qo'ygan bo'lsang, sen unda keliningdan to'liq narsani talab qil. O'zing yaratgan eganga hali to'liq bajarmagansan. Hali namozlaringni ham to'liq o'qimaysan, kamchiliklaring ko'p, ibodatlarni to'liq qilmayapsan, aytganlarini to'liq bajarmayapsan. Sen unda o'zingga o'xshagan yana bir insondan nega to'liq narsani kutyapsan? Chunki o'zing to'liqmassan u deydi-da. Keyin xuddi sizga qilayotgan muomala, keliningizga qilayotgan muomalangiz, qo'polligingiz, qattiqligingiz, xatolarni topishligingiz qizingizga qilinsa nima bo'ladi? Qizingiz bo'lsa, qizingiz uyga borganda qizingizga ham begona ayol xuddi shunday zulm etdir. Chunki bu qaytar dunyo. Uchinchi narsa, birovni qalbini og'ritishlik, qalbini yaralashlik, xafa qilishlik eng og'ir gunohlardan. Xuddi Ka'bani buzganday gunoh. Bu misol uchun keliningizni ayblarini topib eriga aytishligingiz bilan keliningiz sizdan xafa bo'ladi. Qattiq gapirishingiz bilan xafa bo'ladi. Bu bilan uni qalbini sindiryapsiz, xafa qilyapsiz. Musulmonni qalbini sindirishlik Ka'bani sindirishlik bilan barobar degan. Eng yaxshi bo'ling. Mana haqiqiy ustoz xato topadigan ustoz bo'lmaydi, xatoni to'g'rilaydigan ustoz bo'ladi deydi. Siz shunaqa bir ona bo'ling, shunaqa bir qayna bo'ling. Siz o'lganda meni qaynam bunaqa edi deydigan kitob yozsin. Qaynam bunaqa edi, sizlar bilmaysizlar deb turadigan bir kelining sizni tildan tushirmay maqtanib yuradigan bo'lsin. Shundaylari bor, ya'ni men hayqirsam, urishsam, so'zimni o'tkazsam, zo'r qayna bo'lib turaman, bo'lmasa boshimga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Aslida yo'q. Aslida haqiqiy kuch egasi, haqiqiy aql egasi deydi. insonlarni kilitlarini topib, kodlarini topib boshqara biladigan kishi deydi. Misol uchun, keliningiz qanday yumshoq gapmi, yoki nima qilsangiz sizni aytganingizni qilyapti. Shunday qildirib turing aytganingizni. O'zingiz uligi bo'lib qo'ying. Kelinga qarashib yuboraman deng. Chunki kelin to'g'ri aytmaymiz, bizning urf odatimizda bor. Kelinlar qaynaning xizmatini qilishlik. Lekin qilmasa gunohkormi desa ulamolar yo'q deydi. Chunki erining xizmatini qilishligi farz deydi. Ota-onasini erini yaxshi ko'rgani uchun, erini ota-onasi bo'lgani uchun qiladi deydi. Urfimizda bor, qilsa savob oladi deydi. Lekin qilmayman desa aslida gunohkor bo'lmaydi deydi. Shunday ekanmi, siz unda majburlamang, chunki sizni xizmatingizda emas, aslida bolangizni xizmatini qilishlik uchun kelgan o'zi. Lekin shunda ham sizni xizmatingizni qilyapti, o'rningizni hisob beryapti, ovqatingizni qilyapti, kiringizni yo'yaptimi? Boshqa sizdan undan boshqa nima kerak? Keyin deydi, bu qaynalarga aytyapsiz, endi kelinlarga aytadigan narsa ham ko'p. Kelinlarga aytadigan narsa, kelinlar ham qaylasi azinta yumshoq bo'lib qolsa, yengil qarab qoladigan bo'lsa, boshiga chiqib ketib aytganini qilmay qo'yib. Kelinlarga ham aytadigan narsa, bu o'zingizni onangizdek ko'rishingiz kerak, chunki bu eringizni onasi bo'lgandan keyin, bu xuddi shu xonadonga kelgandan keyin shu eringizni o'stirib katta qilgan, shu xonadonni solgan shu ona bo'ladi, shu ota bo'ladi. Shularni hurmat qilishligingiz albatta kerak va ularni hurmat qilib, ularni oldinga o'tkazib, birinchi o'ringa qo'yib turishligingiz kerak. Shuncha aytadi. Eridan ruxsat so'rash kerak o'zi oyisining uyiga ketayotgan paytda, lekin hurmat yuzasidan ota-onasiga ham bir og'iz aytishlik kerak deydi. Endi ikkalasiga ham nimadan bu narsa kelib chiqyapti o'zi? Qayna urushgan, ikkalasi ham dinni o'rganmaganligidan. Agar dinni o'rganganligida payg'ambar qanday yashagan ekan, sahoba ayollar qanday yashagan ekan deb o'rganganida asli baxtiyor, zo'r oilada, saodat oilada yashayotgan bo'lar edi. Ikkalasi ham Alloh taolodan qo'rqmagani uchun, qalbida iymoni oz bo'lgani uchun, dindan xabari yo'q bo'lgani uchun problemalarni bari shundan kelib chiqadi. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytib qo'yganda, kim meni dinimdan uzoqlashsa, hayotida problema hayotni beramiz ularga degan bo'ldi. Agar kelinam Alloh taolodan uzoqlashdimi, bo'ldi, qaynasida problemaga uchraydi, erida problemaga uchraydi, farzandlarida problemaga uchraydi. Alloh taolo problema hayotni beradi unga. Taho surasida bu keladi. Alloh taologa taqvo qil, o'zi bilan Allohning orasini to'g'riladimi? Alloh bandalari bilan orasini to'g'rilab qo'yadi deydi. Kelin Alloh bilan bo'lgan aloqasini to'g'rilasa, Alloh ham u kelinni qaynasi bilan, eri bilan bo'lgan aloqalarini chiroyli to'g'rilab qo'yaveradi. Mashaalloh. Bergan savollarga ko'ra to'liq javoblarni oldingiz degan umid qilamiz.
Keyingi savolimiz. Mahr haqida aytingchi, turmush qurganimizga 8 yil. Mahr va'da qilingan, lekin berilmagan. Qanchalik to'g'ri? Shu haqida aytib o'tsangiz. Mahr endi ikki qismga bo'linadi. Mahr berishlik shart va atun nisa sadaqatihinna nihla ayollarga mahrdan sadaqatlardan beringlar degan. Chunki u ayolning haqqi. Endi mahr ikki qismga bo'linadi. Shoshilingan mahr bor, kechirilgan mahr bor. Bu ikkalasini roziligiga bog'liq. Misol uchun mahrda nikoh o'qilayotgan paytda menga mana shu 10 yil ichida uya bersin yoki misol uchun 10 yil ichida menga oltina bersin, 10 yil ichida menga bunaqa hajga olib borsin degan bo'lsa, unda bu 10 yili bor bu erkakning. Hali vaqti bor. 10 yilgacha shetda shartlashdi. Nabiy alayhisalom al-muslimuna ala shurutihim, musulmonlar shartlari ustida vafo qilishlik kerak. Bu ayol ham shoshilmaydi, chunki 10 yilga ko'nib qo'ydi nikoh vaqtida. Shartlashib qo'ydi. 10 yil ichida qilib berasizmi? Ha, qilib beraman dedim. Bu ikkalasi ham shartida turish kerak. Sen ham shartga ko'nding, men ham shartga ko'ndim deb turish kerak. Endi vaqt keldi. Vaqt kelgandan keyin bermayotgan bo'lsa, ayol kishi talab qilishlikka haqqi bo'ladi. Bering deb turib payg'ambar alayhisalom aytadi sallallohu alayhi vasallam, ahaqqu shuruti yuwaffa bihi istahlaltum bihi al-furuj deganda Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Shartlar ichidagi eng vafo qiladigan shart degan. Shart bir odam shart qo'ydi. Shular ichida eng tez to'lanishligi kerak bo'lgan haqlar sizlar nikohda halollab olgan ayolinglarga va'da qilgan narsanglar degan. Eng tez to'lanish kerak bo'lgan narsa degan. Ko'ryapsizmi? Eng tez berish kerak bo'lgan narsa nikohdagi qilgan va'danglar, tezroq beringlar degan. Nikohda qiling va va'da qilingan mahrni bermagan erkaklar qiyomat kunida qiyshaygan holatda keladi Alloh taologa. Kimlar bular deganda, bular nikohda ayollariga mahrni va'da qilib bermaganlar deb aytadi deganda, shundan qo'rqish kerak, berishlik kerak bo'ladi, tezlatish kerak. Agar o'zlari bir yilni kelishgan bo'lsa, bir vaqtni kelishgan bo'lsa, shu vaqtgacha cho'zishligi mumkin. Ayoli ham u paytgacha talab qila olmaydi, vaqt kelganda talab qilishligiga. Lekin yana bir narsa yuradi. Sen meni mahrimni bermagansan, men sendan so'ramasdan uydan chiqib ketishimga bo'laveradi. Sen meni mahrimni hali berib qo'ymagansan, shuning uchun men seni aytganingni qilmasam gunohkor bo'lmayman degan so'zlarni bari noto'g'ri. Unaqa so'z yo'q. Mahrni bermasa itoat qilmasang bo'laveradi degan gap yo'q. Itoat qilishlik kerak bo'ladi albatta erkak kishiga. Rahmat javob uchun. Kerakli javoblarni oldingizda ham o'tamiz. Kelasi savolimiz, men ona sifatida birinchi bo'lib o'g'lim qori bo'lishlik uchun nima qilishim kerak? Xo'p. Ona sifatida o'g'li qori bo'lishligi uchun, ilm egasi bo'lishligi uchun birinchi turmushga tegishlikdan oldin yaxshi ota tanlashlik kerak. Chunki yaxshi otadan yaxshi farzandlar tug'iladi. Ota ham xuddi shunday. O'g'limni qori qilaman degan, o'g'limni olim qilaman degan ota birinchi yaxshi ona tanlashlik kerak. Chunki ibosiz, hayosiz, iffatsiz ayoldan unaqa farzandlar chiqishligi qiyinroq bo'ladi. Qiyinroq bo'ladi. Chiqmaydi deb ayta olmaymiz. Qiyin bo'ladi bunday. Shuning uchun birinchisi vazifangiz yaxshi ota tanlang ayol kishi. Ikkinchisi farzandingiz qori bo'lishligi uchun ko'p duo qiling. Ko'p duo qilish kerak. Ota-onaning duosi qabul. Tug'ilgan onasini qornida bo'lgan paytda, qorningizda bo'lgan paytdan boshlab duo qilavering. O ertaga 12 yilda uni samarasini ko'rasiz. 15 yoshida uni samarasini ko'rasiz. 20 yoshida uni samarasini ko'rasiz. Keyin uchinchi narsa halol yeb iching. Chunki halol yemagan farzanddan ilm egasi chiqishligi qiyinroq bo'ladi. Bunga katta dalil bor. Ikki haram egasi Makka bilan Madinaning imomi bo'lgan Imom Juvayni degan olim borda. Shuni otasi doim aytar ekan ayoliga. Halol nasab kelar ekan, mana shuni yedirasan der ekan. Ayoliga ham shunday narsani yer ekan, hatto halol bo'lib borsin sut der ekan. Bir kun ishdan kelsa, qo'shnisi emdirib qo'yibdi. Haligi Juvaynini qo'shnisi emdirib qo'ygan. Shunda boyida aytdi, men ag'rib turgan edim, qo'shnimiz kirib qoldi. Sutingiz bor ekan, emdirib oling deb aytgan edim. Emdirib yubordi degani shunchalik g'azab qilgan ekan haligi Juvaynining otasi. Men senga aytgan edim u. Men bo'lmasa topib, izlanib, halol narsalarni olib yegiztirayotgan edim. Senga ham, farzandimga ham. Nega yedirasan uni deb turib, ikki oyog'idan ko'tarib, ichini sidirib, farzand qustirtirdi deydi. Shunda Imom Juvayni aytar ekanda, xutbaga chiqar ekanda, masjidni imomlikka juma kuni xutbaga chiqib turib adashib qolar ekanda, ma'ruza qilib turib adashib qolar ekan, tutilib, duduqlanib qolar ekan.
Men shu onaning sutini emib qo'yganligim sababli der ekanda. Tushunyapsizmi? Shuni sutini emmaganimda yaxshi gapirardim der ekanda. Tushunyapsizmi? Xuddi shunday yana rivoyatlar yuradi. Bu Abu Hanifa deydi ba'zilar, lekin ibratlik bo'lganmi bo'lmaganmi bilmayman. Ibratlik voqea. Bir kishi suvni oldida turgan paytda olma oqib keladi. Eshitgansizlar? Olmani yeb qo'yadi, buni egasidan so'ramay qo'yibman deydi. Qani buni egasini topaychi deb turib, suvni ariqning chetidan borsa, ariqning chetida bir daraxt ekilib turgan olmalar tushib turadi. Shu olma bo'lsa kerak deydi. Shu bog'ning egasidan olmangiz suvda oqib kelayotgan ekan yeb qo'ydim, rozimisiz deb so'raydi. Haligi bog'bonda qarab turib, yo'q, rozi emasman deydi. Nima qilsam rozi? Mashta 6 oy ishlaysan deydi. Shu bog'larga qarab suv quyib, ostini yumshatib yurasan deydi. Xo'p deb ko'nadi. Shunga rozi bo'lsangiz bo'ldi deydi. 6 oy tugagan keyin men 6 oy qildim. Endi shu olmaga rozi bo'lib qo'ying deganda, yo'q, yana bitta shartim bor deydi. Meni qizim bor, shunga uylanasan. Lekin qizim ko'zi ko'rmaydi, saqov, gapira olmaydi, yura olmaydi. Shunga uylansang, haligi yegan olmanga roziman deydi. Keyin xo'p bo'pti deydi. Chunki insonlarning haqqi berilmasdan Alloh taolo qiyomat kunida savol javobga tutmaydi degan. Insonlarning haqqini berib bo'lasiz. Birovning haqqini yegan bo'lsangiz, savobingizdan berasiz. Savobingiz yo'q bo'lsa, uni gunohini orqalaysiz. Bu haligi kishi ko'nadi. Xo'p, rozi bo'lsangiz bo'ldi deydi. Go'shangaga kirgan paytda qarasa, qiz ko'radi. Chiroyli qiz, ko'rib turibdi, gapirib turibdi, yurib turibdi. Qo'rqib yugurib chiqadi. Siz yurmaydi, ko'rmaydi deb aytgan edingiz, bar joy sog'lom ekan u deganda, albatta sog'lom. Qizim juda ham taqvodor qiz deydi. Ko'rmaydi deganim harom narsalarni ko'rmagan, begona erkaklarga qaramagan, yomon gaplarni gapirmagan, yomon joylarga yurmagan. Sen birinchi olmani yeb qo'yganimga rozimisiz deb kelganda, seni taqvoingni shetda ko'rganman va bu Allohdan qo'rqadigan yigit ekan deb, seni 6 oy bitta sinadimda, qizimni senga ravo ko'rdim, uylantirgan ekan. Shundan deydi Abu Hanifa rahimahulloh tug'ilgan deydi. Olim kishi. Shunda yugurib kelib turib, oyi 6 yosh paytida, oyi men qori bo'ldim, mana Qur'onni bitirdim deb 6 yosh paytda oyisiga kelib aytganida, adang shu paytda olmani yemaganida sen 3 yosh paytida bitirarding degan ekanda. Bu degani bolangiz bo'lishligi uchun halol narsalarni olib kelasiz, halol narsalarni yedirasiz, duo qilasiz va qiziqtirasiz. Mana Imom Malikning onasi qiziqtirgan. Imom Malik katta olimlardan bittasi, ashulakash bo'lgan ekan. Ovozi juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Shunda aytgan ekanki, "Ey o'g'lim, seni ovozing juda ham zo'r" degan ekan. Zo'r aytasan shularni. Agar sen Allohning kalomi Qur'onni o'qisang, hamma seni Qur'oningga mahliya bo'lib tinglab, ko'zdan yosh chiqaradigan darajada o'qiydigan qori bo'lasan deganda, bo'l qori bo'laman deb qori bo'lib ketgan ekan deydi Imom Malik. Onasini bir gapiga deydi. Ana motivatsiya berib turish kerak. Sendan chiqadi, sen zo'rsan, yodlay bilasan, bunday bo'lasan deb qiziqtirib qo'yish kerak. Juda ham bir chiroyli javobni eshitdik. O'zingizga kerakli joylarini oldingiz degan umiddamiz. Kelasi savolimiz. Ayollar ishlashiga, biznes yuritishiga, publikaga chiqishga eri ruxsat bersa, din taraflama qarasak qanchalik to'g'ri? Xo'p, ayollarni ishlashini shariat man qilmaydi agar ayollar ruxsat bo'lgan joylarda ishlasa. Lekin bir hadis aytiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan, uyida farzandlarini uyida o'tirgan ayol jannatda men bilan birga bo'ladi degan. Bu ayol uchun nima kerak? Payg'ambar bilan birga bo'ladi, farzandlarini uyida o'tirgan ayol degan, ya'ni farzandlariga qarab o'tir. Ayolning eng katta vazifasi o'z aslida yaxshi farzandlar tug'ib, uni voyaga tarbiyalab yetkazishlikdan boshqa ish yo'q o'z ayolga. Eng zo'r xizmat shu. Ummatga, jamiyatga hissasini qo'shayotgan eng katta narsa yaxshi bolani tarbiyalab chiqib, tarbiya bera bilishligi ayol kishi. Endi amma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytmadi, ko'cha-ko'yda yurgan, ish qilib yurgan, eriga qarashgan, dunyo topgan, biznesmen bo'lgan ayol men bilan jannatda demadi. Kim dedi? Uyida iffatini saqlab, farzandlariga tarbiya berib o'tirgan ayol dedi. Bu yaxshi. Yo'q, endi birga erim bilan birga bizlar bo'lak chiqishimiz kerak. Erim bilan birga ish qilishim kerak. Erimga ko'maklashib yoray, farzandlarim ertaga birovning qo'liga qarab qolmasin, yordamlashib yoray desa, tem bo'lib ham o'zi mutaxassis bo'lsa, doktor bo'lsa misol uchun, ayollar tarafidan, shunga o'xshash tikuvchi bo'lsa misol uchun, unda ishlarni qilsa, shariat albatta qilaver deydi. Yordamlash deydi.
musulmonni yengilchiligini og'irlik qilib bo'lib ham eringni og'irchiligini yengillat deydi. Qarash, mehnat qilish, yig'ish, birga uy sol, birga qur. Bundan shariat qaytarmaydi. Shariat nimadan qaytaradi? Harom harj bo'lgan joylarga aralashma. Erkaklar bor joylardan yurma yoki bo'lmasa ishingni deb turib ro'molingdan ayriladigan joylar bor, misol uchun. Ro'molingni yechishdan keyin ishga kirasan desa, ana unaqa joylarda ishlama. Lekin mumkin bo'lgan joylarda ishlab tijorat qilishlikni shariat qaytarmaydi. Mana payg'ambar alayhisolamning ayollari Zaynab radhiyallohu anha Rasulullohdan keyin birinchi vafot etgan ayol. Shu aytganki, Zaynab onamiz tikuvchi bo'lgan ekan. Tikuvchi bo'lib turib pul topgan. Shunda sahoba ayollar so'ragan, nima yetmayapsiz? Payg'ambar vaqt turgan bo'lsa sizni, hamma narsa qilib turgan bo'lsa deganda, sadaqa qilishligim uchun ishlayapman deganda, o'zim uchun sadaqalar qilib qolay bu dunyodan topib degan. Sahoba ayollarda ko'pchiliklarda bo'lgan, jangga chiqqanlari ham bo'lgan, xizmat qilganlari bo'lgan. Agar hojat bo'lib turgan bo'lsa, uyda yetishmovchilik bo'lib turgan bo'lsa, chiqib, ishlab, qarashib, ko'maklashishligi joiz, illo ruxsat bor. Lekin ishimni deb turib, kollektivlar bilan birga faloncha joylarga ketib qolib, ishlayapman deb faloncha joylarda yurishligi, turishligi, endi buni shariat qo'llamaydi. Rahmat, ayollarimiz to'g'ri tushunib va to'g'ri xulosa chiqaradi degan umiddamiz. Kelasi savolimiz. Nikohni yangilab turishga nima deysiz? Odamlar shu haqida ham bilib kelyapti. Shunaqa bir savollar yurar ekan, nikohni yangilab turishlik kerak. Bizlarga biroz bir 3-4 yil bo'lib ketdi, eskirib qoldi deganday. Bu eskiradigan bir zot emas nikoh, chunki birinchi o'qilgan nikoh bilan qiyomat kunigacha, hatto jannatga kirgunizgacha yetib boring. Nikoh o'rtaga taloq tushmas ekan, nikoh yangilanadi degan so'z yo'q. Unaqa so'z yo'q. Umuman nikoh yangilanib turish kerak ekan, borib qaytib o'qib turish kerak ekan degan so'zlar yo'q. Modomiki o'rtaga taloq tushmadimi, buni yangilamaysiz. Kelasi savol. Eri zino xiyonat qilgan ayol nima qilish kerak? Shu savoliga to'liqroq javob bering iltimos. Bu muslima bo'lgan singlimizga aytadigan nasihatimiz, siz eringizni zinosida sabr qilishligingizda, oilangizda saqlab qolishlikda harakat qilishligingizda shak shubha yo'q, savoblar bilan botib yotganingizda shak shubha yo'q. Lekin sizga aytiladigan nasihat, eringiz bilan bir vaqtni, munosib bir vaqtni toping. Bir vaqtni toping. Chiroyli kiyimlaringizni kiying, bir vaqtni topingda mana shu masala bilan gaplashing, eringiz bilan o'tirib olingda. Mana shu masala gaplashing. Unga bu zinoning oqibatlari, dunyodagi oqibatlari, oxiratdagi azoblari haqida tushuntiring. Dunyoda payg'ambar alayhisalom aytgan zino qarz degan. Ya uni ayolingdan to'laysan, yoki qizlaringdan to'laysan, singlingdan to'laysan, onangdan to'laysan degan. Albatta bu aylanib keladi. Aylanib keladi zino. Bu mana shuni eringizga tushuntiring. Bir kishi aytadi, men maktab paytida, student paytimda bir qiz bilan yurdim deydi. Yurdimda o'ylashib yurib, u bilan zino qilib qo'ydim deydi. Keyin u meni endi buzib qo'ydingiz, endi menga uylaning degan paytimda yig'ishtir dedimda, qo'l siltab ketib qoldim deydi. Keyin akalari keldi uni. Sen bilan shunday bo'lsan dedi. Do'ppo'pisa qildi va dalili yo'q bo'lganligi uchun akalariga ham qo'l siltadim ketdi deydi. Biroz vaqtlar o'tdi, uylanadigan vaqtim keldi, uylandim. Go'shangaga kirgan paytimda ayolim bokira bo'lmay chiqdi deydi. Shunda haligi voqea keldi. Men ham shu ishni qilgan edim bir begona shu qiz bilan, u ham hozir biron xotini. O'zimdan qaytdim mana, Robbim tavba qildim bo'ldi. Tavba qildim deydi, tishimga yutdimda, bu o'zimni xatoyim deb tushundim deydi. Keyin singlim bor edi. Bir kuni singlim maktabdan yig'lab kelib qoldi deydi. Bu gazetda yozgan, Misrda yurganimda o'qigan edim shuni. Ey zinokor akam, sizga nasihatim, o'gitim, o'zimni boshimdan o'tgan deb yozganda, yozib. Singlim maktabdan kelib qoldi. Endi yig'lab keladi desam, qarag'ul ushlab olib turib, o'zining xonasiga olib kirib turib, meni mana shunday narsalar qildi deb turib, o'kirib yig'lab turibdi deydi. Keyin bordimda u bilan urushdim deydi. Shunda bildimki, ha, bu ham birovning singlisi edi, men ham shu ishni qilgan paytimda dedimda, bundan o'kindim deydi. Keyin qizim dunyoga keldi deydi. Qizimdan ham xuddi men bo'lgan voqeani qizimdan ham kutdim. Qizim ham xuddi o'qishga kirdi katta. Robbim yetar dedim deydi. Shunda bildimki, hammasidan to'ladim bu narsani deydi. Eringizga singlim aytadiganimiz, eringizga mana shuni oqibatlarini, dunyodagi baraka ketishligini, ishlarida baraka bo'lmasligini,
oilada baraka bo'lmasligini, ertaga farzandlardan chiqishligini, bir joydan to'lashligini ayting. Ikkinchi narsa, oxiratdagi azobini eslating unga. Oxiratda payg'ambar alayhisalom aytgan, men osmonga ko'tarildim, shunda Jibril meni olib o'tdi, bir tandir ichidan o'tdik. U yerda ayollar ko'kraklardan osilgan, erkaklar avratlaridan osilgan, ilmoqlarga chinqirgan ovoz chiqyapti. Kimlar bular deb so'raganimda, bular zinokor ayollar, erkaklar degan. Zinokor ayollar va erkaklar degan. Va payg'ambar alayhisalom aytganki, qiyomat kunida zinokor ayollar, zinokor erkaklar o'zlarining avratlaridan iringlar oqadi. Chanqagan paytida ana shun chiqayotgan iringdan ichadi degan o'zlari degan. Ana shunday azob beriladi ularga degan. Dinimizda uylanmagan erkak zina qilsa 70 darra urilsin deydi. Agar 4 ta guvoh bo'lsa 70 darra uriladi. Uylangan erkak bilan uylangan ayol zina qilsa o'lguncha toshbo'ron qilinsin degan. Mana shularni tushuntiring eringizga. Keyin eringizni to'g'rilanishligida, eringiz namoz o'qishligiga harakat qiling, kurashing. Chunki ba'zi yig'ishtiring, sen zina qilyapsan, sen faloncha bilan yuribsan demangda, namoz o'qingchi deb turib unga namoz o'qiting. Chunki Rasululloh alayhisalom aytadi, Alloh taolo inna solata anil fahsha wal munkar, namoz gunohlardan, fohishaliklardan tiyib tashlaydi degan. Bu sen faloncha bilan yuribsan, mana deb turib telefonda ko'rsatgandan ko'ra, siz unga to'ka namoz o'qiting, namoz o'zi gunohdan tiyadi. Nisbatan tiyib tashlaydi namoz. Ikkinchi narsa, sen faloncha bilan yuribsan, turibsan demangda, ikkinchi narsa nima qiling? Eringizni oldidagi do'stlarini o'zgartiring. Yursang, kim bilan yursangiz yuring. Qaysi qiz bilan yurasiz, turasiz bilmayman, biroq mana shu do'stingiz bilan qo'shilmangchi deb eng yomon do'stidan uzoqlashtiring. Chunki Rasululloh alayhisalom masalu jalisi solih, yaxshi kishi bilan do'st bo'luvchi kishi atir sotuvchi kishiga o'xshaydi degan. Atir sotuvchi kishi kirasiz atirdan foydalanasiz, hech bo'lmasa hidi, atir sepmasangiz ham hidi foyda berib turadi. Yaxshi odam bilan do'st bo'lgan kishi xuddi shunday, yaxshilikda beradi, yaxshilikda bera olmasa ham hech ziyoni bo'lmaydi. To'g'ri, yaxshi yurganingiz uchun yaxshilik eshitasiz. Yomon do'st temirchiga o'xshaydi degan. Kira zangi tegadi, qarasi tegadi. U tegmasa ham, sizga ziyoni tegmasa ham, hech bo'lmasa nima bo'ladi? Hidi yomon bo'lib turadi, svarkan hidi chiqib turadi deganda. Ana shuning uchun payg'ambar alayhisalom aytgan, kishi o'zining do'stini dinida bo'ladi degan. Do'sti qanaqa bo'lsa shunaqa aqimda yurib ketaveradi erkak kishi. Siz faloncha bilan yuribsan, turibsan demangda, do'st, men shu bilan o'zgaringchi bo'l, men shuni tashlayinchi deb turib do'stini o'zgartiring. Bo'ldi, o'zi tashlaydi. Chunki do'sti bilan qo'shilganda u gunohni qiladi-da, tortib qo'yadi. Namoz o'qiting. Namoz o'qita bildingizmi? Keyin do'stidan o'zgartiring. Keyin ko'p duolar qabul bo'ladigan vaqt topib duo qiling. Ijobat bo'ladigan vaqtlar bor duolar. Topib turib ko'p duo qiling eringiz haqqiga. To'rtinchisi, solih ayol kishi solih amalni ko'paytirsin. Alloh taolo aytadi: "Va man amila amalan solihan min zakarin aw untha falanuhyiyanna hayatan tayyiba." Erkak, ayol qaysi biri bo'lsin, solih amal qilsa bizlar ularni zo'r hayotda yashatamiz degan. Solih amalni ko'paytiring o'zingizda. Qur'onga tushing, ibodatlar qiling, tahajjudga turing, Alloh bilan ibodatni ko'paytiring. Alloh o'zi chiroyli hayotni beradi. Eringizni sizni ko'nglingizdagidek qilib qo'yadi o'zi. Ba'zi sabablarni qilib ko'rdingizmi? Eringizga nasihat qilib ko'rdingiz, munosib vaqtni topib. Nima kamchilik dedingiz, o kamchilikni o'zingiz to'ldiring. Nima yetmayapti sizga deng. O ayol o kamchilikni barini to'ldirsin, erin namoz o'qitsin, o'rtoqlardan o'zgartirsin. Bari sababni qilganingizdan keyin ham zinosidan to'xtamayaptimi? Endi talog'ingizni so'rashga istixora qilingda, qalbingizda nima bo'lyapti? Ajrashish xohlayapsizmi? Ajrashib keting. Chunki zinokor erkakda yaxshilik yo'q deydi. Bo'ldi. Sabablarni bari qilib ko'rganingizdan keyin ham to'xtamayotgan bo'lsa, talog'ingizni so'rayda ajrashing. Chunki Alloh taolo bir narsani tashlasang, undan yaxshisini beraman degan. Alloh taolo o'zi beradi yaxshisini. Mana shu aytadigan singlimizga nasihatimiz. Juda ham bir chiroyli javob oldik. Kerakli maslahatlarni o'zingiz oldingiz degan umiddamiz. Yana bitta og'ir savolimiz. Xalqimiz orasida dolzarb masala. Berish temasi bo'yicha oilamiz buzilib ketyapti. Yaqinda ajrashishimiz mumkin. Shu haqida nima deysiz? Bu masalalar o'zi haqiqatdan ko'paygan bu masala. Bizlar ichida yurmaganimiz uchun bilmas ekanmiz.
beshik masala beshik bermading yoki faloncha qilmadi, olib kelmadi deb turib ajrashib ketayotgan oilalar, problema bo'layotgan oilalar, quda andachiliklarni bir-biridan bet ko'rishmay ketishliklari bari mana shu isrofgarchilikdan kelib chiqayotgan ekan. Bunga asosiy bo'lib turgan odam kim? Kuyov bola bu. Kuyov bola. Chunki endi yetadi, endi kuyov bola, endi bu adangiz, qaynotangiz qilgan, qaynangiz qilgan divanda yotibsiz endi. Endi o'g'lingizni ham endi ular qilgan divanda yotqizmoqchisiz. Haqiqatan achinarli narsa. Chunki farzandingizni o'zingiz qilishingiz kerak, kiyintirishingiz kerak o'zingiz, yeb ichirishingiz kerak va issiq uyda olib o'tirishingiz kerak, yotadigan joyni bu ata qilish kerak endi. Buni qaynotadan kutishlik juda ham pastlik, haqiqatan pastlik hisoblanadi. Tubanlik hisoblanadi. Erkak kishi haqiqatan bu narsa uzoq bo'lishi kerak. Oyizgacha yig'ishtiringlar bo'ldi bu narsani. Nima, men o'g'lim kimsiz qolib ketyaptim yoki bo'lmasa nima divonsiz qolib ketyaptim, beshiksiz qolib ketyapti, nima? Bo'ldi, o'zim qilaman, bu yetadi. Ular shuncha 18 yil boqdi o'n qizini. Yedirdi, ichirdi, boqdida shunday senga berib yubordi. Bo'lib ham yana mayli endi o'rin to'shak, divon kiresa barini qilib berdi senga. Uni mayli olding. Endi farzandingga ham qilib berishligini endi kutma endi. Bu endi tubanlik bo'ladi deymiz. Bu o'z yigitda qolgan bu. Ota-onasini ham to'xtatib tashlaydigan, hammasini to'xtatib tashlaydigan o'z yigit. Yigit bir og'iz aytadigan bo'lsa to'xtaydi bu. Kerak emas bunaqa narsa deydigan bo'lsa. Keyin Payg'ambar alayhisalom sallallohu alayhi vasallam aytadi, odamlardan so'rab talab qilib turib kiyingan odam, odamlardan talab qilib turib yotgan odam, odamlardan so'rab turib qarnini to'ydirgan odam qiyomat kunida yuzlarida go'shtlari yo'q bo'lib turib keladi degan. Bu shunga kirmayaptimi bu? Nima qilib beradi oying deb turib. Qaynalar aytibdi kelinga. Nima qilib beradi? Qani, bunaqa qilib beradimi, bunaqa qilib beradimi, nima qilib beradi deb so'rashlik. Payg'ambar alayhisalom bu narsani qaytaryapti. Ertaga qiyomat kunida nima holatga keladi? Go'shtlari yo'q holatga keladi betidan. Kim bu deyilganda? Odamlardan so'rab qarnini to'ydirgan, so'rab kiyingan, so'rab yashagan odam deydi. Chunki ehtiyot bo'lish kerak bu narsalar. To'xtachi, bu urflar endi aytadigan fasid urflarda fasid. Ba'zi urflar bor, amal qilamiz urflarga. Endi bu urflar umuman fasid, bu dinga ham to'g'ri kelmaydigan narsalar. Chunki erkak kishi nikohlanib uylangandan keyin ayolini ham boqishligi, farzandlari boqishligi bu erkakning bo'ynidagi vazifa. Endi bu shunga bola ota-ona qizini uzataman dedida 3-4 yil ishladi, qizini uzatdi yoki pul yo'q bo'lsa qarz olib uzatdi. Endi qarzdan qutulib qo'yganda endi beshik kelib turibdi. U ham puli bor bo'lsa, o'zi puli yo'q bo'lsa birodan qarz oladi, bo'lmasa kredit olib turib beshikni to'yini o'tkazyapti. Qarang, qanday zulm beryapsiz. Bir odamga zulm o'tkazyapsiz, qizi borlarga zulm. Shuning uchun bu narsalardan to'xtashlik kerak. Talab qilayotgan qaynalar ham, kuyovlar ham Alloh taolodan taqvo qilishlik kerak, qo'rqishlik kerak. Bu noto'g'ri narsalar bu. Oilani ajrashib, agar shu masala uchun ajrashib ketayotgan bo'lsa, subhanalloh, bolalarni ko'z yoshi, ayolni yesir qolishligiga bariga qiyomat kunida yigit javob beradi. Va shuni talab qilayotgan qaynotalar javob beradi. Ay shu beshik uchun o'g'lini hayotini buzayotgan, ana shu beshik uchun o'zini hayotini barbod qilayotgan odamlar qiyomat kunida og'ir jazosi. Arzimagan narsalar bular. Yo'q, shariatda yo'q narsalarni talab qilyapti. Keyin bora-bora bu narsalar isrof bo'lib ketyapti. Nima degan, to'yxonalarda beradigan bo'lib ketibdi hozir. To'yxonalarda katta qilib turib, dabdabali qilib turib, bu 2-3 millionlab sarflaydigan bo'lib ketgan. Mana bu qiz farzand uzatgan odamlar uchun zulm, juda ham zulm. Majburlik, birovning haqqini yeyishlik va o'zini qornini, farzandlarining qornini birovni chunchagidan boqishlikka kirib qoladi. Taqvo qilish kerak, Alloh taolodan qo'rqishlik kerak, istig'for etishlik kerak, erkak o'zi qilish kerak barini. Rahmat kattagan. Bugungi ko'rsatuvimiz o'z yakuniga yetdi. Sizlar bilan bugun mehmonimiz Islom qori bo'ldi. Kelasi ko'rsatuvlarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kelgusi sonlarimizda ilm muassasalarida ish yurituvchi, shaxsiy maktablar, o'quv markazlari ochgan insonlar bilan suhbat qilishni xohlayapmiz. Va siz shunday insonlarni taniysizmi? Izohlarda shu insonlarni belgilab, o'z fikrlaringizni yozib keting.